Mercedes nima uchun 99-yilgi Le Mansda naqd 3 marta uchib ketgan? Hozir ko'rib chiqamiz, siz esa obuna bo'lib qo'ying. 1999-yil Le Mans. Mercedesning yangi mashinasi CLR o'sha hafta 3 marta havoga uchdi. Le Mansda juda uzun to'g'ri yo'llar bor. Shuning uchun Mercedes mashinasini iloji boricha tez qilmoqchi bo'ldi-yu, havo qarshiligini kamaytirdi. Mashinani deyarli tekis qilib qo'ydi. Natijada oldi qismini yo'lga bosib turadigan kuch, ya'ni downforce juda kam qoldi. Ustiga ustak, oldi va orqa ballonlar orasidagi masofa juda qisqa, lekin mashinaning oldi va orqa uchi juda uzun edi. Bunday mashinaning orqasi juda qattiq bosib turiladi. Oldi esa biroz ko'tarilsa, orqa yanada pastga bosiladi-da, mashina osongina aylanib ketadi. Endi eng muhimi, 300 km/soat tezlikda mashina kichik tepalikdan o'tsa yoki oldindagi mashinaning ortidan ketsa, oldi sal ko'tariladi va downforce-ni yo'qotadi. Mashinaning tekisdagi samolyot qanotiga aylanadi. Endi u pastga bosmaydi, aksincha oldini ko'tara boshlaydi. Oldingi qism yetarlicha ko'tarilsa, ko'tarish kuchi bosish kuchidan oshib ketadi va mashina butunlay uchadi. Bir marta shu chegaradan o'tdimi, hech qachon orqaga qaytib bo'lmaydi. Siz shunda ham Mercedes ucha oladi degan gapni maqtanish deb hisoblaysizmi? Mark Webber buni sinovda 2 marta his qildi. Mercedes mashina oldiga qanotcha qo'shib ko'rdi, lekin buni o'zi yetmadi. Poyga paytida Peter Dambrick Toyota'ni quvib o'tish jarayonida 300 km/soat tezlikda havoga ko'tarildi. 3 marta ag'darilib daraxtlar orasiga tushgan Peter Dambrick lekin omon qoldi. Shundan keyin Mercedes CLR loyihasi butunlay yopildi va Mercedes Le Mansga 26 yil qaytmadi. Faqat 2025-yilda qaytdi. Unda ham eng yuqori klassda emas.